$3000 arzonroqga mashina olmoqchi bo'lsangiz videoni o'tkazib yubormang. Nimaga unaqa deyotganimni videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. BYD Yuan-Up 2025 Smart Vitality pozitsiyasi yangi versiya, yonlarida 3 tadan kameralari bilan, lidarlari bilan jihozlangan. Mashinamiz to'liq zaryadka bilan 401 km masofani bosib o'tadi. Narxi $17700. Bu yoqda bo'lsa Voyage Free Apollo Tech Restyling 318 in full versiyasi. Mashinamiz gibrid 1200 km masofani bosib o'tadi. Pnevmo podveska, massaj, abagrev, abduf hamma navorotlar bilan jihozlangan. Bu mashinamizning narxi $37600. Bu yoqda bo'lsa eng arzon narxlarda Leap motorli har xil modellarini bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. C01, C10, C11, C16 modellarini ham. Nimaga $3000 arzon deyotganim? 1-maydan utilizatsiyani hisobiga mashinalarning narxi $3000 ga ko'tariladi. Atiga 8 kun vaqtingiz qoldi. Shu vaqt ichida bemalol bizdan eng arzon narxlarda aloqaga chiqib mashina xarid qilsangiz bo'ladi.